Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25-yanvar haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Bularning narxi bilan tanishamiz. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. Nech pul deyapsiz bularni? Pachkaga 70 ming, ko'pgacha. Xo'p, mana birinchidan boshlanadi, shundan boshlanar ekan. Mana bu joygacha 70 ming so'm ekan. Shu mana shu yerdan boshlab shu joygacha 70 ming so'm pachkaga. Pachkaga 70 ming. Donagachi? Donaga 75 ming. Donaga 75 ming so'm ekan. Materiali nima? Jazline bambuk. Jazline bambuk ekan materiali. Razmeri qanaqa buni razmeri? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Razmeri mana toshlari ham prista bosilgan ekan. Kamplik. Ha, bunisi nech pul? Miramir. Qaranglar, mana bitta, ikkita, bu 3 ta. Nech pul? 55 ming. Pachkaga? Pachkaga 55 ming so'm ekan. Donagachi? Donaga Donaga ham shu narxdan qilib berishaverar ekan, shu uchalasini. Buni razmeri qanaqa? 48 dan 54 gacha razmer. Bunisi yashil. xalatlarimiz hammasi 70 ming bo'ladi. Bu xalatlar pachkaga 70 ming so'm ekan, shu oxirigacha. Qaranglar, mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Donaga nech pul? Donaga 75 bo'ladi. Donaga 75 ming so'm ekan bular ham. Pachkaga 70 ming so'm. Razmeri 48 dan 54 gacha. 54 gacha ekan. Telefon nomeringiz? 88 lik. 88lik 582 582 0094 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, oladigan odamlar keyin telefon qilsin, olmaydigan odamlar telefon qilib, ha deb bular bo'lmasga vaqt tolmaysizlar ekan.